Diqqat! O'zbekistonda Ramazonda beriladigan yordam puli bo'yicha tezkor xabari. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq, tahorat buzilish holatlarini tez va samarali davolashga yordam beradi. Jinsiy quvvatni ham sezilarli darajada oshiradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish mutlaqo bepul. Diqqat! O'zbekistonliklarga Ramazonda beriladigan yordam puli bo'yicha firibgarlikdan ogohlikka chaqirildi. 2026-yil 1-martgacha yordam pulini olish uchun hech qanday ariza shart emasligi bildirilib, pul tushirib berish uchun kod so'raganlarga ishonmaslik, to'lovni qabul qilib oling degan mavzudagi havolalarga esa umuman kirmaslik so'ralib, fuqarolar ogohlikka chaqirildi. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosib, xabarni yaqinlaringizga, mahalla gruppalariga yuborib, barchani ogohlantirib qo'ying.